Andijon tumani Mart mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 3-son politexnikumida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. 2025-2026 o'quv yili qabuli uchun Andijon tuman 3-son politexnikumida amaldagi yo'nalishlardan axborot vositalari, mashinalar va kompyuter tarmoqlari, elektromonteur, avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish, tikuvchilik, aloqa tarmoqlari va kommunikatsiya tizimlari, elektr ko'targich liftlar montajchisi, mebel ishlab chiqarish ustasi, payvandlovchi usta, metallarga ishlov berish kasblari bo'yicha ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Men Yangi Andijon massividagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf bitiruvchisi. Biz Andijon tumani 3-sonli politexnikumiga tengdoshlarim bilan birgalikda keldik. Men kompyuter yo'nalishiga qiziqqanim tufayli kelajakda shu yerda o'qish niyatim bor. Unda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9 hamda 11-sinf bitiruvchilaridan jami 400 nafardan ziyod o'quvchilar ishtirok etdilar. Tadbir jarayonida maktablarning bitiruvchi yoshlari politexnikumning mavjud yo'nalishlari bo'yicha yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldilar va yo'nalishlar bo'yicha qiziqish bildirgan o'quvchilar shu kunning o'zida ro'yxatdan o'tdilar. Ochiq eshiklar kuni mehmonlari uchun politexnikum badiiy to'garagi ansambli tomonidan Kuyla yoshligim deb nomlangan konsert dasturi hamda mahorat mashg'ulotlari taqdim etilib, o'quvchilar tayyorlagan ko'rgazmalar namoyish etildi. Elmira Rahmonova, Farruhbek Umarov, ochiq eshiklar kunidan maxsus reportaj.